لله نحمده ونستعينه ونستغفره نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu mübarek joy Sayyidimiz Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattobning muborak uylari, muborak masjidlari. Bu joyga ham kirilmaydi. O'sha avlodlarda kalit turibdi. Kelib qolishganda kirish mumkin bo'ladi. Unda ham hamma kirib ketmaydi. Demak, mana shu Umar ibn Xattobning masjidlari. Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattobning masjidlari. Xalifalar hisobida ikkinchisi. Ashara-i mubashshara sohibi, 10 jannat bashorat bergan sahobalardan biri. Rasulimiz alayhisalomning qaynotalari, Rasulimiz alayhisalomning eng yaqin do'stlari. Rasulullohning bir muborak gaplari bor. Bu Umar derkanlar, bu Umar. Bu g'azabi bilan, bu adolati bilan vafot etadigan bo'lsa, qabrda ham farishtalar cho'chitib beradi derkanlar Rasululloh. Qanaqa qilib desa, farishtalar kelib Munkar va Nakir kelib, "Robbing kim ey Umar?" desa, "Chiqib ketinglar, Robbim Alloh deganida qat'iy deydi" deb javob beradi bu Umar derkanlar Rasululloh. Farishtalar kelib, "Robbing kim ey Umar?" desa, "Robbim Alloh deganda qat'iy tur deydi, chiqib ketinglar" deydi Umar. Bu adolati, bu salobati bilan derkanlar. Va yana bir mashhur gap, Rasululloh aytganlarki, "Men payg'ambarlarning oxiriman, xotamul anbiyoman. Agarki mendan keyin payg'ambar keladigan bo'lganida edi, u aniq Umar bo'lardi" deganlar. Agarki mendan keyin payg'ambar keladigan bo'lganida edi, u aniq Umar bo'lardi degan. Umar ibn Xattob uylari sitda bo'lganda, Rasululloh endi yotamonda bo'lganlar-ku. Har kuni 10-15 mahal ko'rsalar ham yig'larkanlar vaqtda o'tirib, Rasulullohdan uzoqda bo'lib qoldim. Rasululloh sog' qoldi. Siz biz sog'inmay qo'ydik-da Rasululloh. Oxirgi marta qachon kechasi turib, tahajjudda o'qib turib yig'lab, "Ya Rasululloh, siz sog'indim. Hech bo'lmasa tushimga kiring" deb yig'laganimiz ham eslomasa kerak o'zi aslida. Biz shunaqa g'aflatda qolgan ummatga aylanib qolamiz borgan sari. Yana shu o'rinda bir gap keladi. Rasululloh davrlarida hozir xurmon oldi esimdan chiqdi. Shunaqa payt bo'lgan ekanki, chaqaloqni tanglayini ko'tarish uchun bir dona xurmo topishamayman. Bir dona xurmo. Tasavvur qiling, hozir kilolab xurmo uyimizda ham O'zbekistonda ham to'layapti. Rasululloh o'zlari ham sahobalari ham xurmoda yurgan, xurmoni danagini haftalab shimib yurishgan ovqat yo'ligidan. Haftalab shimib yurishgan. Xurmo daraxtini bargini o'tib yeyishgan sahobiylar ham kelgan bu rivoyat sirat kitoblarida kelgan. Biz shunaqangi boy ummat bo'lib qoldikki, xurmoni yeb danagini olib boramiz. Lekin o'sha danagini Rasululloh shimib yuradilar ovqat yo'ligidan. Endi bu o'rinda nima qilamiz siz? Danini olib bormanglar, yaxshi tavsiya. Olib danini yig'ib, yuvib, yuvib tozalab, o'sha teshib turib tasbih asosida bo'ladi bu narsa. Xurmoni danigidan tasbih asosida bo'ladi. Bu narsa ham uvoliga kiradi. Demak, Umar ibn Xattobning muborak uylari shu edi. Umar ibn Xattobning vafotlari qanaqa bo'ldi? Shahid bo'ldilar. O'sha aytganki, Uhud tog'ining ustiga chiqishganda Rasululloh, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon jami 4 kishi Uhud tog'iga chiqqanda Uhud tog'i tebranadi, silkinadi, yer qimirlaganda. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ey Uhud, jim tur. Sening ustingda Siddiq xalifa va 2 shahid turibdi" deganlar. Ular tirik turgan holatda hali bashoratni berdilar, Rasululloh rasuliylari ila. Va shu bilan 2 kishi shahid bo'ldimi? Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon. Umar ibn Xattobning o'limlarini bilamiz, xanjar tiqib o'ldirishgan. Xanjar tiqib ketishgan holatligida mana shu muborak joyda turar ekanlar Umar ibn Xattob, jarohatdan qon oqib, sakaratul mavt holatida turadilar. O'lim oldi holatda turadilar. Huzayfa Yamoniy degan sahobiyni chaqirtirdilar. Bu Rasulullohning eng yaqin sirdoshlari, Madinadagi hamma sirlarini bilgan odam bo'lgan Huzayfa. Huzayfani chaqirtirib so'radilarki, Umar ibn Xattob, "Ey Huzayfa, o'zi jannat bashorat berilgan Umar ibn Xattobga. Ashara-i mubashshara sohibi aytdilarki, "Ey Huzayfa, Rasululloh Madinada turib munofiqlarning ro'yxatini aytganda men ichida yo'qmidim" dedilar. Munofiqlarni sanaganlarida Rasululloh meni munofiq demaganmilar? Deganlarida Huzayfa aytdiki qo'llariga, "Ey Umar, bu omonat gap edi. Xotirjam bo'ling, sokin bo'ling. Rasululloh sizni munofiq demaganlar." Shunda ham yana o'lim oldi holatda turar ekanlar. Huzayfa chiqib ketgandan keyin o'g'illari Abdulloh ibn Umarni chaqirib aytdilarki, "Ey o'g'lim, agar Huzayfa kelib meni janozamni o'qimasa, men munofiq bo'lgan bo'laman. Huzayfa meni tinchlantirish uchun meni aldagan bo'ladi. Meni Rasululloh yonlariga ko'mmanglar, uloqtirib olinglar tashqariga jasadimni" degan. Meni jasadimni u tashqariga uloqtirib olinglar. Agar men munofiq bo'ladigan bo'lsam, Rasululloh yonlariga qo'yilishga haqli emasman degan. Jannat bashorat berilgan. Rasululloh aytib qo'ydilar, 10 ta sahobiy jannatga kiradi deb ashara-i mubashshara aytdilar.
Rasulullohni ko'rgan, Rasululloh bilan birga yurgan sifatlarida bo'lgan. Shunda ham amaliga ishonmadik bu zotlar. Agar siz u bizga kimdir qo'limizga bir shahodatnoma berib jannatga kirishing aniq degan bir narsa bo'ladigan bo'lsa, biz ertasi kundan ro'zani ham tutmaymiz, namozni ham o'qimaymiz, oyog'imizni ko'tarib yotamiz-da, keling o'zi ovqatni ham olib kelib, oyog'imni o'p, men jannatga kiraman deb turamiz. Shu holatda biz amalimizga suyanib qolamiz. Inson hech qachon amaliga suyanishi kerak emas. Va Umar ibn Xattob mana shu holatda, go'zal holatda Alloh taologa jonlarini 63 yoshlarida topshirdilar. Abu Bakr Siddiq Rasululloh alayhisalom kabi va Rasulullohning muborak hujralari, Oysha onamizning hujralari yonlariga joylashdi. Joylashuv qanaqa? Joylashuv birinchi Rasululloh, keyin Abu Bakr Siddiq, keyin Umar ibn Xattob joylashuv xuddi joylashtirilgan. Muborak jasadlari xuddi shu tartibda joylashtirilgan. Endi orada bir ochiq joy bor. U kim uchun desa, Abdulloh degan sahobiy bo'lgan, Tavrotni yaxshi bilgan, aytadiki, Tavrotda Muhammad alayhisalomning siyratini juda zo'r o'rgandi. Va o'sha joyda keladiki, Iso alayhisalom qiyomatdan oldin yer yuziga tushib, cho'chqani o'ldirib, xochni sindirganidan keyin, Alloh buyurgan ishlarni qilib bo'lgandan keyin vafot etadi. Muborak jasadlari Iso alayhisalom Rasululloh yonlariga qo'yiladi. O'shaning uchun bitta eshikda joy bor. Rasulullohning muborak hujralarida joy bor. Endi shu o'rinda yana bir gap keladi. Oysha radhiyallohu anha kimning qizi edi? Abu Bakr Siddiq. Rasululloh vafot etganlarida Oysha onamizning hujralariga qo'yildilar va Abu Bakr Siddiq ham Oysha onamizning hujralariga qo'yildi. Shu holatda Oysha onamiz go'zal taqvolari ila ro'molsiz yuradilar. Faqat Umar ibn Xattob qo'yilganlaridan keyin nomahram ko'mingga deb turib hajobda yurishni boshladilar. Uyning ichida bu go'zal taqvo. Rasulullohning o'zlari eng oliy ustun bo'lsalar, ayollari yu farzandlari yu sahobalarida juda ham go'zal o'rnaklar bor. Demak, siz va biz amallarimizga suyanib qolmasligimiz kerak. Zero Rasululloh alayhisalom muborak hadislarida shu Umar ibn Xattobdan qilingan hadisda aytiladiki, innamal a'malu binniyat. Albatta amallar niyatga bog'liqdir. Biz shunaqa holat ko'ryapmiz. Ro'za nimaga tutasiz deb so'rab ko'rsangiz, masalan, so'rab ko'rsangiz, ozish uchun deb javob berishadi. Ro'zani ozish uchun tutmaymiz. Ro'zani jannatning ro'yan eshigidan kirmoqlik uchun tutamiz. Ro'za faqat ovqat yemaslik, suv ichmaslik uchun tutilmaydi. Ro'za ko'zni, quloqning, og'izning ham ro'zasi bor, tilning ham ro'zasi bor. Faqat oshqozon uchun ro'za tutilmaydi. Shuni ham yaxshilab bilib olishimiz kerak. Biz go'zal odob bilan yasharkanmiz. Bu go'zal odob Rasulullohdan bizning qonimizga, vujudimizga singgan. Chunki Rasulullohning xulqlari Qur'on edi. Kana xulqul Qur'on. Biz agar Qur'on bilan jipslashadigan bo'lsak, xulqimizni Qur'on bilan biz singdiradigan bo'lsak, inshaalloh adashmaymiz. Va shu o'rinda aytib o'taman, Rasulullohning muborak sunnatlarini mahkam ishlaydigan bo'lsak, muborak sunnatlarini biz to'g'ri yo'ldan adashmaymiz. Avvalo farzni ushlab turib, Alloh buyurganini Rasululloh alayhisalomning muborak sunnatlarida doim qoyim bo'lishga harakat qilamiz. Oddiy misol suvni o'tirib ichish, tahorat bilan uxlashdan oldin 4 ta qo'lni aytib uxlash masalan sunnatlar hammasi. Ovqatdan oldin va keyin qo'lni yuvish. Bo'lmaganda bir kunda 5 ta sunnatni tiriltiringlar. Bo'lmaganda 5 ta sunnatni tiriltiringlar. Men o'zim guvoh bo'lganman. O'zim shu Toshkentda Chorshidagi o'quv markazida dars berib yurgan paytimda Rasuldan bir hojona keladilar. Juda ham nurli, aytadilarki, Boburjon, men dedilar, kuniga 10 ta sunnatni tiriltirmasam bo'lmaydi dedilar. Va kuniga 10 ta sunnatni tiriltirib, har kuni Rasululloh tushunda ko'raman. Men buni hammaga aytolmayman, faqat ilmli odamga aytaman dedilar. O'sha hojona vafot etdilar, koronavirus paytida. Janozalarda o'zim qatnashdim. Vallohi qabrlardan mushkamlar chiqdi. Qabrlardan xuddi kimdir mushkamlar sepib qo'ygandek. Nimadan bo'lsa Rasulullohga va Allohga bo'lgan muhabbat edi. Biz muhabbatni eng oliy darajasini Rasulullohga va Allohga qo'yishimiz kerak. Chunki Rasululloh aytdilarki, sizlardan biringiz haqiqiy mo'min bo'lmaydi illo meni dedilar. O'zini ota-onasidan, molidan, farzandlaridan va jonidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmaguncha. Biz shunaqa yaxshi ko'ramizmi Rasulullohni? Yo'q. Nimaga? Biz Rasulullohning siyratlarini yaxshi o'rganmaganmiz. Shu sababdan bu Madinada bo'larkanmiz, ertaga qisqa bir siyrat suhbatimiz bo'lib o'tadi inshaalloh. Zero bu siyrat suhbatiga Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz yana ham takomillashsin va har birimizning qalbimizda bir urug' ekilsinki, u urug'ning nomi Rasululloh va Allohga muhabbat degan nom bilan ekilsin. O'sha urug' to qiyomat qadar daraxtga aylansinki, daraxtning shoxlari bizning avlodlarimiz bo'lsin, zurriyotlarimiz bo'lsin.
o'sha urug' daraxtga aylanib shoxlasinki, qiyomatda bizni Rasulullohga bo'lgan muhabbat ila soyasi yo'q kunda soyalantirib tursin. Allohdan so'raymizki, bizni Rasulullohning muhabbatlari ila o'zlarining shafoatlarini Alloh taolo bizga nasib etsin, shafoatlari ila jannatga kirib, u zotning muborak qo'llaridan havzi kavsar suvidan ichib to'ymoqlik baxtini bersin. Zero og'zimiz g'iybat va fasodlarga, jinoiy qudratlarga to'lib sasib ketgan. Shunda ham Alloh taolodan so'raymizki, shu qiyshiq qing'ir og'zimizni, g'iybat bilan qiyshigan og'zimizni muborak Rasululloh alayhisolamning qo'llariga to'g'rilasinki, qiyomatda jannatga kirib u zotning qo'llaridan muborak havzi kavsar suvini ichmoqlik baxtini sizga va ahllarimizga Alloh taolo nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.